Banking nomi nima deding aka? Nogiron bank dedi. Nogiron bank? Ha. Boshqa bank yo'qmi aka? Ha, o'zi qishlog'imizda bitta shu bank bordi. Ha, yo'q qani. Bankka kelgandik, kredit olmoqchi edik. Men qorovulman, boshliq ichkariga kirasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshimisiz? Keling. Biz Nogiron bankdan kredit olsa kelgandik. Keling. Nima chidabsiz? Siz rasmiydi. Nima keldingizlar? Kredit olmoqchi edik sizlar banklaringizdan. Bu biznes ochmoqchi edik. Ha, kreditmi? Oz. Kredit bo'lsa, ana hujjatlarni tahlil qilasiz, ana bering imzo chekasiz. Shu hujjatlarimi? Ha. Buyurdi bacham, ketma. Olib keldim mana hujjatlar. Yaxshi, indikda mantiqiy savol beraman. Javob bersangizlar, o'zim nogiron bank boshlig'i sifatida kredit ajrataman. Rozimisizlar? Rozi, zo'r bo'libdi lekin. Mani uyimda bitta kuchugim bor, uni oti nima? Yo'q, unangim bu. Sani kuching otini qilmayapmiz biz. Osonlashtiraman, bosh harfi Z dan boshlanadi. Zdan? Z. Zo'rroqmi? Yo'q. Zombimi? Yo'q. Zaychikmi? Yo'q. Zo'rroq. Nima aytdi? Zombimi? Yo'q. Zizi. Yo'q. Ziki. Zikimi? Yo'q. Zaribmi? Yo'q. To'xol Malik. Nima oti? Nima? Oti Tuzik. Unangim yo'q. Qani bu yerda Z? Bosh harfi T-ku buni. Qani bu yerda Z? Zato o'rtasida Z bor-ku. Bu jillagan Turkiya kredit beringlar desang bo'ladi-ku. O'zi men bularni nomidan bilgandim-da, Nogiron bank deydi, o'zi jilliligini bildim bularni. Jilli ekan. Ha, nima bo'ldi? Kredit oldingizlarmi? Bular hammasi bir xilda. Yo'q, ola olmadik. Nima deysan? Ha, menga qaranglar, ana shu boshliqlar men qarindoshligim bor. Agar ana kuchugim laqabni topsangizlar, men o'zim yordam beraman. Yana kuchuk. Tuzukmi oti? Yo'q, bosh harfi O dan boshlanadi. Odan? Ha. Olafarmi? Yo'q. Oymomanmi? Yo'q. Bu endi topolmadik, nima? Bubik. Ketdik, ketdik. Men qarindoshman lekin. Bilgan bo'lsam bacham bormaydim shucha. Ana endi biznes ham ocha olmaymiz, kredit ham ola olmadik, rasvo bo'ldim. Dada, yana bitta yo'li bor. Qanaqa yo'li? Onlayn kredit olsak bo'ladi. Qaysi zamonda qaysi bank senga onlayn kredit beradi? Mana Tengi bank. Qani? Mana Tengi bank biznes ilovasi bor. Tengi biznes ilovasida tadbirkorlar identifikatsiyadan o'tib, o'z kreditlarini bir zumda ortiqcha rasmiyatchiliklarsiz hamda garovlarsiz olishi mumkin. Tengi bankdan dada yakka tadbirkorlar kredit olish juda ham oson. Mana hech qanaqa ortiqcha hujjatlar kerak emas, onlayn ariza topshirasiz, xavfsizlik yuqori darajada. Yana bitta narsa